Bu video o'ta semizlar uchun, menga 2 barobar keladigan, 140 kilo keladiganlar, men qornim bilan borib keladiganlar uchun, mayli 100 kilo chiqadiganlar ham ko'raversin. Sizga tajribadan o'tgan 3 oyda 18 kilo ozgan odamning tajribasini o'rgataman. Videoni agar ko'radigan bo'lsangizlar, tushuntiraman, bo'lmasa o'chiring. Ko'rasizlarmi? Bo'ldi, tamom. Mana. Oddiy. Yana bu dietasiz bu. Soat 2 gacha xohlagan narsangizni yeysiz ertalabdan, soat 2 gacha. 2 dan keyin yeyish to'xtatasiz, tamom. Shu. Endi kechqurun bir stakan qatiqqa bir choyni ложка imbir solasiz, mana imbir, zanjabil. Men sizga 3 oyga yetadi shu. Keyin yana solasiz bir choy qoshiq kurkuma. İkisini aralashtirasiz, ichasiz, tamom. Bo'ldi, to'xtating endi. Kunduzi 2 gacha yeganingiz yetadi. Ertagacha hech nima yemaysiz. Yetadi, shu o'lib qolmaysiz, qo'rqmang. Xudo xolasa. Keyin ana ertalabdan yana choyingizni ichasizmi? Nima yesangiz yeyaverasiz. Shuna qilib davom qildirasiz. 3 oyda natijani ko'rasiz. Yana sizlarga bitta va'da qilib qo'yaman, va'da. Mana shuni masalan oldingiz-ku. Mana shuni men aytgandek qilib kunda ichadigan bo'lsangiz, 2 gacha yeb, 2 dan keyin to'xtatib yeyishni, keyin kechqurun shundan bir choy qoshiq, bundan bir choy qoshiq, bir stakanga solib yesangiz, agar 3 oyda sizda natija sezmasangiz, sizga pullaringiz qaytib beriladi. Tushundingizmi? Lekin men aytganim qilasiz. Tamom.